maqsadiga yetmay qo'ymas qancha to'siq bo'lsa yo'llarida bizlar o'sha zet avlodmiz bizlar o'sha noto'g'ri to'g'ri yo'l bor tanlash o'z qo'limizda yaxshi yo yomon bo'lish bosilgan bir qadamda maqsadiga yetmay qo'ymas qancha to'siq bo'lsa yo'llarida bizlar o'sha zet avlodmiz bizlar o'sha meni bunaqa narsaga aralashtirmang. Nima bo'ldi domlajon? O'g'lingizni ham shundan kelgan pulga qutqarib qoldingiz-ku. Sen Tommy ketganmi? Tushunmadim. Nima deyapsan, jam? Voy, kalla, men gaplashmoqchi bo'lgan qizim-u. Nima? Yepsan shu gapingga, tushundingmi? Iltimos, yolg'iz qoldir. Yo'q, yolg'iz qoldirmayman. Agar sen yolg'iz qoldirsam, hozir uni kelib seni urib tashlaydi. Agar shu gaping yolg'on bo'lsa, hammani oldida oyog'im o'pasan. O shilta, nima deyapsan? Tinchlikmi? Ha yo'q, hech gap yo'q. Shunchaki chiroylisan-da. Ey, men bilan 1 metr masofa saqlab gaplash. Qani boshingni ko'tarchi. Oy, sekinroq. Hech nima qilmaydi. Bo'ldi, tur. Birpas tursan, keyin olib tashlaysan. Hop. Jim yurgin. Hop. Kel, olib kel. Olib kir, kel, o'tir. Senga nima bo'ldi? Feruza opa, bosh aylanib yiqilib tushdi. Ha, bo'pti. Sen chiqa qol, men o'zim so'rayman. Isming nima edi? Dinara. Dinara. Nima bo'ldi senga? Dinara? Nega yig'layapsan? Oldin ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Ha. Boshim aylanib, tez-tez ko'nglim ayniydigan bo'lib qoldi. Anchadan beri shunaqami? 3-4 haftadan beri ko'p bo'lyapti. Ha, menga qara. Ota-onangni chaqirishimiz kerak. Menga qara, birorta yuradigan yigiting bormi deyman. Hech kimga aytmayman, gapiraver. Menga ishonsang bo'ladi. Gapir, nima bo'lgandi? Bilasizmi, opa? O'sha muammoni deb maktabimni shu yerga ko'chirdim. Shunaqa degan? Demak, bu jiddiy masala. Ota-onangning xabari bormi? Menga qara, Dinara. Men direktor xonasiga kirib gaplashaman. Yo'q, opajon, iltimos. O'tinaman sizga, bu gapni hech kimga aytmang. Iltimos. Bilasizmi, o'zi hozir yashagim ham kelmayapti. O'zim o'ldirmoqchi ham bo'ldim. Menga qara, qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali hayoting oldinda. Bunaqa qilmagin. Tushundingmi? Hozir men senga bir ikkita dorilar yozib beraman, keyin doktorga borishing shart. Tushunarli? Menga qara, yig'lama. Joningga qasd qilishni xayolingga keltirmagin ham. Mana qaragin, anu borchi, ko'rganmiding? Ha, yo'q, mana maminisi. Voy Dilnoz, yaxshimisan? Juda ham ochilib ketibsanmi? Biram havasim keladi senga. Voy vo, quyosh qatdan chiqdi. Nega Nazo bilan emassan? Qo'y, shuni gapirma. Rostdan yaxshi kelishardinglar Nazo bilan. U juda zerikarli qiz. Masalan, sizlar ahil, quvnoq sizlar. Menga yoqasizlar. Maylimi shu yerda o'tirsam? Yo'q, turbotdan. Bu sarvari joyi. Bor turbotdan. Masalan, sen menga umuman yoqmaysan. Nima deganing bu? Bor, boshimni qotirma bor. Mayli, joying boshingda qolsin. Bechora qizda ham ko'ngil bor, Dilnoz. Ko'ngliga tegadi ham deb o'ylamaysan bir. Shunda ko'ngil bordimi? 200 namachi bu? Agar jaraqming kelayotgan bo'lsa, borib yoniga o'tir, eshitdingmi? Voy Dilnoz, jahling chiqqanda biram chiroyli bo'lib ketar ekansan, ey. Assalomu alaykum buvi. Va alaykum assalom bola. Yaxshimisan bola? Mana. Choy bilan ich bola. Issiqda choy beraman hozir bolajonim. Qani? Ol bola, ol. Choy bilan ich. Voy o'lmasa. Voy o'lay. Bolam, shoshma. Nima qildi boshingga? Yana mushlashdingmi, ha? Gapirsangchi, nega indamaysan, Sarvar? Voy bolam-ey. Qo'ysizchi.
Nega qo'ysaychi deysan? Rangingni qara, ranging ham oqarib ketibdi bolam. Voy o'la. Yonyapsan-ku bolam, issig'ing bor, shoshma. Men hozirchi senga qo'ying, murabbo choy bo'ldi. qilib beraman, xo'pmi? Hammasi yaxshi, o'tiring. Ushlashganim yo'q. Voy bolam, endi Ushlashganim oyga nima? dorman, Yo'q, oyimga yetishga ham hojati ushlatgansan. yo'q. Babur oyimning ma'malan ishlari yo'q. Hozir oyimning xayollarida faqat o'sha janoba oliylari. Nega unaqa deysan bolam? Unaqa dema. Axir biz kelishib olganmiz-ku, a? Bu masalada gaplashib oldik. Bunaqa gaplarni gapirmagin. Sarvarjon, hayotchi juda ham murakkab bolam. Buni o'zing tushunib yetasan hali. Qanaqa hayot qiyinligini bolam. To'g'ri aytasiz, bujon. Hayot juda ham murakkab ekan. Shunaqa. Sarvar, to'g'risini ayt bolam. Boshing og'rimayaptimi, a? Ha? Hammasi yaxshi, bujon. Sen choy ichib turgin. Men senga hozir dori qilib beraman. Xo'pmi bola? Xo'p, xo'p, Xo'p. xo'p. O'zim o'rgalay. Ol, yeb turgin. Men hozir. Dilnoz. Dilnoz. Nima? Berki. Uf. Ertalabda nima borsang-a? Nima? Voy. Nima hali ham kelmading? Hali erta-yu. Voy. Bor kiyinib chiq. Bor ket. Hali erta o'zim boraman maktabga. Nima? Qayerdan olding buni? Sotib oldim. Aldama, nima qilan boshlangan seni? Voy. Farqi nima? Gulmizda-to. Xidla. Zo'r ekanmi? Hidi zo'r ekan. Menga o'xshaydi. Bo'pti, bor. Bor ket maktabga. Ertalabdan kelib olmasdan. Xo'p. Tezroq chiq. Bor yo'qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Kelyapsanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Sen menga salom berding yo telefoningami? Ha sizga-da do'da? Ha bundoq. Ha ko'ra po'la bilan salom berding. Bu nima deganingiz do'da? Biz korrupsiyaga qarshimiz. Yo'q hazillashdim. Yemagan somsamga pul to'lab o'tirmay tag'in. Och qornim, tinch qulog'im. Bor. Darsingga kir. Terbiyalar yig'ib o'tirmasin tag'in. Qani qaysi biri seni qulog'idan cho'zgan manjalaqa? Ko'rsat menga. To'xtang. Tinchlikmi opa? Ha, tinchlik emas. Uribdi bolamni. Kim uradi? O'qituvchisi. Yo'limdan qoching dedi. Shoshmang opa. Shoshmang. Shahar bedarvoza emas. Hey, bu yer egasi bor. Darvozang deb seni. Yo'limdan qoch. Voy astag'firullah. Qara xotin bu. Voy singlim. Shunaqa ayol bo'ladimi? Voy tavba qildim. Voy to'xtang. Voy menga qarang. Voy bilan, zo'r videoga oldim-da. Trendga chiqadi bu video endi, точно. Endi buni davomini olish kerak. Kelgan-ketganlarni vaqtida nazorat qilib borgan. Xo'p bo'ladi. Mana. Qarang, mana bu yerda yozganman. Yaxshi. Keyingi betdachi? Bu yerda ham yozganman. Ishingni bilasan-a? Albatta. Qaysi biri? Bu yoqdami, bu yoqdami? Naryoda. Yur tezda.
yaxshiyam hidi yo'q ekan. Bo'lmasan ortimdan tusharmidi? Endi buni kimga sotaman? Ha, Sherzod. Juda yomon joyimda ushlading la'nati. Qizu, o'g'lim bu la'natini qayerdan o'rgandik-ki? Shu o'rgatdimikin, ha? Endi shu yoshimda katta bo'lib turib, maktab direktori bo'lib turib, men buni kimga sotishni o'ylab turibman. Zoya Mirzayevich. Nima bo'ldi? Urush. Tez chiqmasangiz bo'lmaydi. Hozir hamma yo'g'ini dabdalasini chiqarishadi. Tez yuring. Vohmaqman, chek o'zim boraman hozir. La'natini. Yuragim oldingni. Yaramaslar. Voy! Qo'lim og'riyapti, qo'yvoy! Yuring! Chiqing ko'chaga! Bilmasdim, uyalmaysizmi? Ustoz otangdek ulug' degan, bolangga tarbiya berayotgan ustozga uradim odam degan. Bor yo'q, qo'limni qo'yvoy! Qo'yvoy dedim! Qo'yvormayman! Direktor chiqsin, hali o'zi bilaman. Opa, nima bo'lyapti o'zi? Tinchlik qo'lini qo'yib yuboring. Ha, ko'ring, tinchlik emas, qo'yvormayman. Chiqarib olish kerak bu yerdan buni. Qaysi biring zo'rsan? Hammani ko'rsatib qo'yaman. Opa, nima qilyapsiz? Tinchlik o'zi nima bo'lyapti bu yerda? Meni bitta yolg'iz bolamni uribdi. Kim uribdi? Ana qanjig'ingiz. Yuring, xonamda gaplashaylik. Boring, qo'limni qo'yib yuboring. Nima ekansiz, opa? Yomon qildingiz siz-a? Haligi Newton aytganday Hep boring yomon qildi siz. lekin, ha. Voy la'nati-ey. Do'da yaxshimisiz? Doktor chaqiraymi? Yo'qmi? Yo'q. La'nati. Doktor chaqiraymi? Qanaqa doktor borishingga qil. Bunaqa yoldan Xudoning o'zi saqlasin. Nima deysiz endi? Qani Beri yuring. bilan. Qanaqa qilib yashar ekan, a? Voy la'nati-ey, yomon urdi-ya. Sherbek, turing. Darsga kech qolasiz. Sherbek, turing. Sherbek, turing. Yaxshimisiz? Ey, Sherbek. Turing. Maktabga kech qolasiz, turing. Bo'la qoling, turing-a. Obbo, nega yana yotib oldingiz, Sherbek? Turing. Mayli, siz chiqavering, hozir chiqaman. Ha, xo'p. Tushunmadim, Sher. Senga nima bo'ldi o'zi? Qo'rqoq bo'lib qolsanmi? Agar shu qo'rqoqligini Temurlar bilganda bormi? Tamom bo'larding. Yo'q, men qo'rqoq emasman. Liboyni yirtaman. Axir men Po'latovman-ku. Mayli. Anora bu safar o'xshamadi. Hali qo'limga tushasan sen. Opa. Alo, brat. Men tushunmadim. Ana ishni haligacha to'g'lamadinglar, oke? Daga urunaqa bo'lmagandi, mushuk. Menga qara ukam. Ana uni qolganini olib ketsang, keyin ishni bitiramiz. Bilat, bo'pti, ertaga olib beraman qolganini. Sizlar ham tayyor qilib qo'yinglar ishni. Ukam, sen bu yog'ini to'g'irlagin, qolganini bizga qo'yib ber. Davay. Ha, biling, sukalar, qatdan topdim endi. Adam xonasini ko'rsammikan? Aytadiganim aytdim. Yana bir marta bolamga qo'lini ko'tarsa, umrini qamoqda chirtaman. Bo'ldi. Qo'ying endi, opa. Hozir xonada gaplashdik-ku. Kim uradi buni? Kim? Bugundan boshlab o'zim qarasam bo'ldimi? Hammalari shunaqa deysiz. Bolam, agar bittasi
qo'lin tekizsa menga aytasan. Tushundingmi? Bo'pti, ketdik. Uf. Darslaring tugadimi? Jo'nalaring uyingga. Jo'na. Sizlar nima turibsizlar? Jo'nanglar. Ket hammang. Jo'nalaring. Hali otadan chiqatdi. Bolam kech keldi. Nima maktabga yerlarni cho'qyaptimi? Oynalarni artyaptimi? Menga e'tiroz qilib keladi. Men bunaqa gaplarga chidamayman. Ket hammang. U borchdamiz bor ish qilaman desa. Sharkatvorlaring, jovrat urib, bor ket hammang. Bor ket. Voy Sherbek, o'takamni yordingiz-ku. Nima qilyapsiz? Kim? Gapirma. Uyda kimlar bor? Hech kim yo'q. Hammasi ishga ketdi. Siz maktabga ketmadingizmi? Nima qilyapsiz? Ishingiz bo'lmasin, bu ular qani? Buvijon Xadija onalarnikiga ketdilar. Menga qarang, Anor opa. Meni bu yerda ko'rganingiz hech kimga aytmaysiz, tushundingizmi? Xo'p, lekin bilib qolishsa men yashira olmayman. Meni ham to'g'ri tushuning, Sherbek. O, menga qarang. Miqiysiz ko'rasiz mendan, tushundingizmi? Agar birov nima desangiz, o'yingizdan ko'rasiz. Xo'p. Hozir mavrid emas-da. Bo'lmasa o'zim bilardim. Tushundingizmi? Voy tavba. Mushtay bola shu yoshida nimalar qilar ekan? Tavba. O'zi nima yetishmaydi bularga? Mazza qilib yashasa bo'lmaydimi? Adayni qo'li hamma yoqqa yetsa. Zo'r o'qib, katta joyga kirib, mazza qilib ishlasa bo'lmaydimi? Yo'q, bular hammasi o'ziga kulfat oshirib yuradi. Qani edi meni ham bolalarimga shunaqa imkoniyat bo'lganda bormi? Astag'firulloh. Bular ertaga maktabni bitirib nimalar qilar ekan-a? Bilmasam, o'zing nima qilasan? Menga qara Nazo. Biz oldimizda kar qilasan-da, lekin Sherbek gapirsa, toming ketib qoladi-ya. Dilnoz, sen ham yigitingdan qimmatbaho sovg'alar olganingda erib ketgan bo'larding. Hech hamda ko'rsatib qo'yaman senlarga kim erib ketishini. Ko'ramiz. Ketyapsizlarmi qizlar? Nazo, sen to'xta. To'xta, senda gapim bor. Menga qaragin, menga gapirmagin. Bor o'sha Dinar xolaning yoniga. Tugadi hammasi. Nimalar deyapsan, Nazo? Men senga aytdim-ku, prosta prikol deb. Ha, ko'rdim, qanaqa prikolligini. Ko'zingni uzolmayapsan-ku? Nimalar deyapsan, Nazo? Prosta Timur iltimos qilgani uchun bordim. Ishonmasa yana Timurdan so'ra. Bu ertagini boshqasiga aytasan. Seni sevishim rost axir, jonim. Ishonmaysanmi? Nima deding hozir? Qaytarib ol. Ha, nima? Rostda? Nima rostda? Seni sevishim? Keyin yana nima deding? Qaytarib olgin. Jonim. Bo'ldi Sherbek, boshqa unaqa demagin. Menga yoqib ketyapti-da. Hozir seni kechirib qo'yishim mumkin.
Rostdan, yo'qotdimi? Qayerga? Bo'pti. Mana yaqinda maktabni ham tamomlaysizlar bolalar. Ustoz, men umuman o'qishni xohlamayman. Nima qilishim kerak yana? Ha, Dilnoz. Menga qolganga o'xshavosdan-ov. Toshini der, ahmoq. Ana sutini nimaga kiritdingiz? Qizim, axir Roma yaxshi odam-ku. O'zingizni nimaga o'sha bilan teng qilyapsiz, oyi? Yoki siz ham o'shanaqa ko'nchini odamisiz? Sarvarga nimaga ko'zing suzib yuribsan? Ay, orvatni qo'yib yuborsachimi? Ikki quloqing bilan eshitib ol, Sarvar meniki. Ashir, o'zinglarda bo'lardi-yu. Voy, bilan. Mana ko'rdingmi? Endi butun maktabga yoyiladi. Oma qaralaring, birovga qiyin desak, hammangni ittaraman. Ko'zingga qaramaysanmi? Voy, isqirtay. Nimaga ko'zingga qaramaysan? Nima deyapsiz, o'keni? Og'zingizga qarab gapiring, ushlaymanmi?